Assalomu alaykum tadbirkorlar va tadbirkor bo'lmoqchi bo'lganlar. Bugungi mehmonimiz Alisher Rustamov. Bular servislar savdo-sotiq bo'yicha ekspertlar. Assalomu alaykum Alisher aka. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush kelibsizlar. Alisher aka, ortiqcha savollarsiz. Sizga savol beramiz. Alisher Rustamov o'zi kim? Qiziq savol berdingiz. Endi bunga javob berish unaqa menimcha qiyinchilik uyg'otmaydi. Boya o'zingiz aytdingiz, Alisher Rustamov servis va savdo-sotiq bo'yicha praktikachi, amaliyotchi mutaxassis, 20 yillik tajribaga ega ekspert. Endi biz ko'proq kimlar bilan ishlaymiz? Biznes egalari, o'rta va katta biznes. Masalan, Mediapark, Texnomart, Imkon, Kingsman bor, mana Respect bor. Hozirda Arbos va Dunyo Bunyoning qurilish mollari sohasi. Siz bilan o'zi kimlar ishlash kerak? Boya aytib o'tganimdek, o'rta va yirikroq biznes qaysi paytda, qachonki masshtabga chiqayotganda, ya'ni oldin 5 ta filiali bo'lgan, endi o'shani 10 ta qilaman yoki respublika bo'yicha kengayaman deydi. Ikkinchi toifasi bor joyida mustahkam bo'laman deydi. Masalan, oddiy bir misol, bitoviy texnika do'konlari, maishiy texnika sotishadi. U yoqda ko'plar kengayib ketaveradi, filiallarni ko'paytirib ketaveradi. Nimagadir filial boshiga kvadrat metrga savdosi tushib ketadi. Uni sababi nimada? Yangi xodimlar tayyorlanmagan, malakasi yetishmaydi, mijozlar bilan suhbatni to'g'ri qurolmaganligi sababli xolodilnik so'rab kelgan odamga faqatgina xolodilnik sotishadi. Yoniga stabilizator qo'shish, yoniga choyni, pelalarni to'plamini qo'shish degan narsalar bo'lmaydi. Aytsa ham nima deydi? Anaqa choyni qo'shib olmaysizmi deydi. Yo'q deydi bu savolga, to'g'rimi? Qo'shib olmaysizmi degandan keyin undan ko'rasa aytsa bo'lardi-ku, mana chiroyli kir mashina oldingiz, yoniga nima qo'shib olamiz? Sushilka, quritgichi olamizmi yoki uyingizga blender olamizmi? Quritgichi olsangiz, narsalarni bitta joyda ilsangiz, joyingiz ekonom bo'ladi. Agar nargisini olsangiz, uychilarga zo'r sho'rvalar, krem sho'rvalar, haligi reklamalarda, Turkiyalarda ko'rsatadi-ku, chiroyli, mazali mehmonlar kelganda uyaltirmaydigan sho'rvalar tayyorlab berardingiz. Qaysi birini tanlaymiz? Sushilkanimi yoki blenderni desa, shunda voy blenderda mana bunaqa narsalarga erishar ekanman deb uni olvoradi. Bu narsa 99% kompaniyalarda yo'q, o'shaning uchun mutaxassis jalb etiladi. Endi ikkinchi toifadagilar kvadrat metrdan savdoni oshirmoqchiman deganlar bor. Filialni ko'paytirmaydi. Masalan, 500 kvadrat joyi bor, 500 kvadratdan 500 million so'm savdo qilyapti oyiga. Aytadiki, mana shu joyimdan kvadrat metriga savdoyim oshishini xohlayman deydi. Unda biz kvadrat metriga o'zi yetarli talab qo'yilganmi? Yetarli odam bormi? O'sha odamlarning malakasi yetadimi? Menejer qanaqa ishlayapti? KPI to'g'ri qo'yilganmi? Mana shularning hammasini biz tahlil qilib, ularga bir tizim yaratib beramiz. Ya'ni mayli bitta filial, shu bitta filialdan ham qancha ko'p foyda ko'rish mumkinligini biz potensialni o'lchab beramiz. U ana sehr emas o'lchab berish, o'zini bazasi bor, to'g'ri, mijozlari. Bittasi ham aloqaga chiqmagan bo'ladi shu mijozlar. Aytadi, 5000 ta mijozim bor. Qachon oxirgi marta aloqaga chiqdingiz? Chiqib turishibdi bolalar deydi. Bitta olib, qani bir chiqchi mijozingga desa, "Alo, aka, biz mana bunaqa bitoviy texnika oluvdingiz" deydi. Baraka topgur, o'zini tizimi bo'lishi kerak uni. Assalomu alaykum, ABC maishiy texnika do'konidan telefon qilyapman. Ismim Alisher bo'ladi. Ibrohim akaga to'g'ri tushdimmi? Ha deydi. Ibrohim aka, charchamayapsizmi ishlar bilan? Men Alisher edim, bir bizdan kir mashina olib ketuvdingiz. Esingizda bo'lsa, shunga bir hol-ahvol so'rayotgandim. Ko'payishmadinglarmi? Yangi uyga ko'chmadinglarmi deb biroz so'rab qo'yotgandim. Chunki xizmatingizdamizda. Shunda hozir sizga yangiliklarni tashib beraman katalogga. Telegram bor va shu nomeringizni dedi. Ha, o'zingiz olmasangiz ham yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Nastroykalar ko'payib ketdi-yu, qayerdan bitoviy texnika olishni qidirib yurganlar ko'pda. Sizdan kelganlarga boshqacha bir munosabat qilib beramiz. Xudo xolasa, mana shu Telegramdachi sizga vaucher ham tashab qo'yamiz. Kelsangiz bo'ldi. Yo o'zingiz, yo do'stingiz. Mana shu usullarni o'zida tatbiq qilmoqchi bo'lganlar shunchaki kelib doskada tushuntirib ketadigan emas. Doskada ham tushuntirdi. Buni amaliyotda o'zi ko'rsatib berdi va bu tatbiq etilgan narsalar so'nib qolmasligi uchun
nazorat xohlaydigan tadbirkorlar ko'proq bizning mijozimiz bo'lib hisoblanadi. Bizning mijozlarimiz mana kimlar? Kingsman, Respect Business bor. Mana har bittasini ko'ryapsizlar o'zinglar ham ijtimoiy tarmoqlarda qanchalik kuchli ketishayotganini. Nexel degani ham bor. Dyson Fenler masalan sotishadi, ko'proq premium mahsulotlar sotishadi. U yerda ham mijozlar bilan aloqani, ya'ni munosabatni rivojlantirishni yo'liga qo'yib berdik. Bitta yaxshi instrument o'tda qo'llaganmiz, endi uni hozir bu yerda aytib o'tiraman, pulli instrument va shu narsa ularga o'rtacha o'zigini gapligi bilan bitta instrument, bitta dona instrument, bitta dona jumlali instrument ularga $30,000 gacha pul keltirgan. Bitta o'sha so'zni o'zi qo'shimcha daromad keltirgan. Ya'ni konsalting xizmatini oladigan odam kengayapti yoki bitta joyini samaradorligini oshiradigan mutaxassisni izlaydigan tadbirkorlar bo'ladi. Nimaga aynan shu odamlar siz bilan ishlash kerak? Ibrohim Bey, o'rinli savol. Mutaxassislar bozorda kam emas. Ularni 3 toifaga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi trening o'tkazadiganchilar, ular ichiga kirmaydi. Juda kuchli maktabi bor odamlar. Sizga bazaviy bilimlarni beradi bu odamlar, lekin korxonangizga borib biron bir narsani yo'lga qo'yib bermaydi. O'sha bilimini o'zi sizga hech bo'lmasa kompaniyani ochib olishga, ichida qanaqadir kichkina bo'lsa ham yangiliklar yaratishda, strategiya tuzishda yordam beradi. Treningchilar deydi kimdir. Kimdir coachinglar deydi, kimdir seminarchilar deydi. Orasida bor, firibgarlari ham bor. Ular endi yo'q bo'lib ketdi. Hozir bozor filtrlanib, kuchlilari qolgan. Kuchli bir 5-6 ta mutaxassis bor bozorda. Bitta joyi borki, ularni auditoriyasi ko'p kishi bo'lib o'tiriladi. Savol bersangiz bera oldingiz, bera olmasangiz o'tib ketdi. Masalan, 300 ta, 400 ta odam yig'ilgan joyda o'ylang 3 soatlik tadbirda har bir kishi boshiga necha daqiqadan ajratsa bo'ladi. O'ylang 10 ta odamda savoli bo'lsa ham, 20 ta odamda savoli bo'lsa ham sal qiyinlashib qolishi mumkin. Va ularda keyinchalik haligi yakkama-yakka ishlash, kichkina guruhlarda ishlash anaqasi ham bo'ladi. Kuratorlari bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Albatta, shijoati bor odam o'ziga foyda olib chiqib ketadi. Jim o'tirgan odam hech qayerda foyda ola olmaydi. O'qigani bir tim bo'ladi u yoqda. Shuning uchun borgan odam o'zini sohasiga qiziq savollarni bera olish imkoniyati bo'lishi kerak. Bunaqa mutaxassislar bor hozir va shunaqa kuratorlar qilib qo'yishadi. Ikkinchi toifadagi mutaxassislar bor. Bular ko'proq sizga maslahat berib o'tiradi. Yakkama-yakka. Mana haligi kursni bitirdingiz. Tushunmagan joylaringiz bor, qanaqadir terminologiyalar bor, to'g'ri? Masalan, aniqlik 5 taligi degan narsa bor. Kompaniyada strategiyasida aniqlik 5 taligi bo'lishi kerak ekan. Aytayaptiki, yo'lning aniqligi bo'lishi kerak, qanday qilib maqsadga erishadi va harakatning aniqligi bo'lishi kerak deyapti. Ana buni yuzma-yuz suhbatlashadigan mutaxassis sizga yordam beradi. Haligi ichingizda qo'rquvlaringiz bo'lishi mumkin yoki biron bir narsani chuqurroq bilishni istardingiz yoki sizda bo'lishi mumkinki xijolat bo'lasiz, katta auditoriyada noto'g'ri savol berib qo'ysamchi deb bir anaqa nima deydi, ozgina shubhangiz, uyatchayin bo'lasiz. Shunaqa odamlarga yakkama-yakka ishlaydigan ustoz kerak bo'ladi. Bunaqa odamlar ham bor. Bu ikkinchi toifa. Endi mana shularning hammasidan o'tdingiz. Uchinchi toifa keladi. Bu konsalting xizmati. Tor yo'nalishdagi mutaxassisni jalb qilasiz jamoasi bilan yoki o'zini. Masalan, strategiyalarni qo'yib oldingiz, bilmayman, savdo bo'limini o'rnatib oldingiz, o'sha siz qiladigan CJMlar deysizlarmi, Customer Journey Map'larni qo'yib oldinglar, haligi mijozlarga CRM'larni o'rnatib oldinglar, hammasi bor. Lekin xodimlar bir oy ishlaydi, keyin ketib yuboradi. 1 yil ishlab mijozlar bazasi bilan konkurentga o'tib ketadi. Yoki tayyor bazadagi mijozlarga eplab qo'ng'iroq qila olmaydi. Ana o'sha joyda siz ba'zi muammolarni hal qilish uchun HR mutaxassisi olasiz. Masalan, kim bor hozir men o'zim taniydiganlardan Madina Biran. U hozir opa ular Askoni olib boryaptilar. Undan oldin adashmasam imkon bilan ishlaganlar, kuchli HR mutaxassis. Ikkinchisi bor Avazbek Orzimatov. U farm kompaniyalar bilan ham ishlagan, ko'proq hozir ishlab chiqarish zavodlari bilan ishlashadi. Shu xodimlarni ishini inson resurslari nuqtai nazaridan
tizimga qo'yib kecha hech bo'lmasa ish yo'riqnomasi bo'ladi. O'z vazifasini tushunishini ta'minlashadi. Qanday xodim bu ishxonaga olinishi kerak, portretini qilishadi, u qayerda turadigan bo'lishi kerak, necha pul oylik olishi kerak u odam. Oyligi o'zi oqlaydimi, oqlamaydimi? Ha? Mana shu narsani qilib ketishadi. Endi shularni qilib olgandan keyin Alisher Rustamovga chiqishadi. Ya'ni nima Alisher Rustamov tanlash kerak deganda, ana shularni hammasini tushungan holda, mana o'zini HR bor, bilmayman, sotuv mutaxassisi bor. Ana undan keyin muomala mutaxassisi keladi, servis mutaxassisi. Chiroyli joy ochib qo'ydingiz, xodimlaringiz yaxshi, kiyim-kechagi bor. Ana endi mijoz kelganda qanaqa muomala qilish kerak degan joyi keladi. Ya'ni varonkangiz bor, mijoz kelyapti. Ko'pincha nima bo'ladi? Konversiya past bo'ladi, to'g'rimi? Biznesda call centerga 1000 tadan qo'ng'iroq bo'ladi, konversiyani qarasangiz 7%, janari borsa 10% bo'layotgan bo'ladi. Ana o'sha narsada muomala muhim rol o'ynaydi. Masalan, mijoz keldida aytayapti, "Men sizdan g'ish olmoqchiman" deyapti. Nima deymiz u odamga? Aha, aka, qanaqa g'ish kerak? Fasadnimi yoki quradigan devorlarga g'ish kerakmi deydi bular. Yo'q, unaqa demanglar, balki topqirlar. Munosabat bildiringlar. Ha? Boshlagan remontlaringizni, qurilishlaringizni Alloh fayzli qilsin, barokatli qilsin. Sizni to'g'ri tushungan bo'lsak, bu g'ish sizga uzoq muddat xizmat qiladigan. Agar siz quruvchi bo'lsangiz, mijozlaringizni oldida uyaltirib qo'ymaydigan. Agar siz uyingizni remont qilayotgan bo'lsangiz, chiroyli chiqadigan, issig'i qo'yib yormaydigan, sovug'ini o'tkazmaydigan g'ish kerak ekanda, sizni uyingizni yanada fayzli chiqishida yordam beradigan devorlar shu g'ishdan bo'lishi kerak ekanda. To'g'ri topdimmi qalbingizni? Ha, deydi. Chunki biz yakunini beryapmiz u yerda. Bizga chiqadigan, ya'ni bizni nimaga tanlash kerak? Ko'proq biz tadbirkor bilan joylarda ishlaymiz. Biz aynan shunaqa mutaxassismiz. Shuning uchun bizni tanlash kerak. Chunki biz xohlasangiz seminar ham qilib beramiz, istasangiz siz bilan yakkama-yakka o'tirib ham ishlaymiz va 3-bosqichda siz bilan kompaniyangiz ichida yurib, mijozlaringiz bilan aloqada bo'lib, xodimlaringiz bilan aloqada bo'lib, rahbarlaringizni malakasini oshirib, kompaniyangizni xuddi bir boshqa ochgan bo'limingizdek muayyan bir muddatda ishlab beramiz. O'rtacha 2 oydan 1 yilgacha. O'rtacha 2 oydan 1 yilgacha davom etadi. Misol uchun men tizimlashtirish bo'yicha mutaxassisman. Aynan siz bizga nima qiymat bera olasiz? Xo'p, sizlarga nima qiymat bera olaman? Yaxshi savol. Masalan, muomalada muammo bo'lishi mumkin yoki servisda muammo bo'lishi mumkin. Bu narsa uyatli narsa emas, hamma joyda bor. Chunki ko'plar buni muammo deb qabul qilmaydi. Masalan, sizga ertaga bitta o'quv markaz ochayotgan odam chiqyapti. Ibrohimjon, mana shu tizimlashtiruvchi ekansiz siz. Nech puldan bo'lyapti shu xizmatingiz deyapti. Nima deb javob berasiz? Bu yog'ini va mamlaqa bo'ladi-da, unaqa yoki nima deysiz? Birinchi borib, ichingizni tahlil qilib, keyin narx chiqazib beramiz-da. Ya'ni odamlarda nima bo'ladi? Sizga nisbatan shubha paydo bo'ladi. Nima oldindan aytolmayapti? Nimasidan qo'rqyapti? Chiqarib berib katta-katta narx aytmoqchimi? degan narsa bo'ladi. O'zi bu yerda javob berishni uslubini men aytib berdim avvalgi savolingizda. Va ana shu narxini chiqazib berganingizdan keyin mijoz sizga nima deydi? Bo'ldi. Bir kattalar bilan maslahatlashib, sheriklarim bilan maslahatlashib, aloqaga chiqamiz deydi. Shunda nima qilasiz? Ha, bu yog'i ham bor-ku. Mayli, aloqalashib chiqdi, keyin aytayapti, Ibrohimjon, xizmatingiz namuncha qimmat. Qanaqa javob beramiz bunga? Ana Malika degan bir qiz keldilar, Hakimova degan. Ularning xizmatlari siznikidan balandroq, lekin ularning tajribalari ham sizga qaraganda kattaroq-da. Shu joyda qanaqa javob beramiz? Ya'ni e'tirozlar bilan. Ana shu joylarni agar to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, o'zingizni konversiyangizni ko'tarmoqchi bo'lsangiz, chekingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat etishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun qachon bu borada siz bilan yana gaplashib olamiz, Ibrohimjon? Bu hafta shanba kunimi yoki keyingi hafta birato'lasi dushanba kuni komandangiz bilan kelasiz, o'sha yerda bitimni yopamizmi, kelishuv qilamizmi? Qaysi biri? Juma kunimi yoki dushanbami? Qaysi biri? Deganimda,
siz moyilroq bo'lasiz buni yopishga, to'g'rimi? Mana shuning uchun ham masalaga kerak bo'laman, chunki siz bu usullarni keyin kimga qo'llaysiz? O'zingizni mijozlaringizga. Alisher aka, franshiza sohasida aynan servis va savdo-sotiqi roli qanaqa? O'zi franshiza sohasi yo'nalishi deylik, bu yaqin aytaylik qo'shni mamlakatlarda allaqachon yo'lga qo'yilgan. Qozog'iston bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, Tojikiston bo'ladimi, hammasida bu narsa allaqachon bor. Shuning uchun bu sohaga vaqtida kirgansizlar, nimagaligini tushuntirib beraman. Ko'p tadbirkorlar 4 ta 5 ta filial ochgan. Qatga kengayishni bilmaydi. Men filialimni endi Buxoroda ochaymi, Surxondaryoda ochaymi deb o'ziga o'zi savol beradi. Qancha filiallaringiz markazdan uzoqlashgan sari shuncha ularni boshqarish qiyinlashadi. Nimaga? Chunki mahalliy mentalitetni bilish kerak. Hech bo'lmasa mahalliy dialektni bilish kerak. Shevani, masalan, Samarqandga kengayman desa, Samarqandda shahrida eng ko'p ishlatiladigan til bu samarqandcha bo'ladi, tojikcha deylik, ha? Tojichani bilmasak, u mentalitetni tushunmasak, u yoqqa qanaqa qilib kengayadi? Mahalliy xodimlarni olamiz. Yo'q, mahalliy xodimlarni ham tushunmaysiz, siz mentalitetingiz boshqacha. Mana shu paytda siz undan ko'rasiz, u yoqda filial qilmangda, shu filialni franshiza qiling. Va bu narsani qilayotganlar ham ko'p hozir. Mana bizning mijozlarimiz ham mana shuni qilyapti va biz ularga SOP tayyorlab beryapmiz. Franshizani mustahkam qilish uchun. SOP degani o'zi nima? Siz yaxshi bilasiz, endi o'zingiz sohangizda. Franshiza qotganda siz masalan mana birovi hot-dog xonasini olmoqchisiz. Nomi taniqli bo'lib ketgan, bilmadim. Ali hot-dog, Ali Ferrari hot-dog, bilmayman. Shu hot-dogga olasiz, hot-dog retsepti qanaqa? Odam kelganda qanaqa gaplashilinadi? Zakup qatdan qilinadi, qanaqa non ishlatilinadi? Ketchup qanaqa bo'lishi kerak? Mayonezi uzoq turishi uchun nima qilaman? Sotib olgan sosiskalarim achib qolmasligi uchun nima qilaman? Mijoz kelganda ko'proq sotish uchun nima qilaman? SMM qanaqa yurg'izaman? O'zi qanaqa joyda ochilishi kerak bu hot-dog xona? Ana o'shalarni hammasi SOPda biz aks ettirib beramiz. Qaysi joyini? Siz qiladigan joyini emas. Mijozlarga bog'liq bo'lgan joyini. O'sha zo'r ketchup, mayonezi qanaqa qilib mijozga yetib berish kerak? Hech bo'lmasa hot-dog qanaqa qilib beramiz? Bunday qilib beramizmi? Qo'limiz ko'ksida bo'lib beramizmi? Pulni qanaqa olamiz? Aha, rahmat deb olamizmi? Yoki pullaringiz yanada ko'paysin, kelib turing deb olamizmi? Osh bo'lsin deb qo'yamizmi yoki indamasdan o'girilib chiqib ketamizmi? Ana o'shalarning hammasini biz yozib qog'ozda mijozlarimizga beramiz. Ular o'zini franshizasini keyin sizdagi masalan bilmayman yoki boshqa bir mutaxassis bilan gaplashib franshizasini o'tkazishi uchun. Hech bo'lmasa o'sha servis va mijozlar bilan ishlash tizimi qirg'varroq bo'ladimi? O'shanisini biz qilib beramiz. Shuning uchun sizlar ayni damda, to'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda bu sohaga kiryapsizlar. Alisher aka, hozir biz franshiza soha bilan shug'ullanamiz. Sizning fikringizcha, aynan hozir vaqtida kirganmizmi yoki keyinchalik kirganimiz yaxshimi? Paketlarga keladigan bo'lsak, juda hamyonbop. Endi bu yildagi paketni aytyapman. Keyingi yil yanada upgrade bo'ladi, yanada tajribamiz ko'payadi. Oydan oyga bizda tajriba ko'payaveradi, chunki mijozlar ko'p, insightlar ko'p. Kimlardir qilayotgan xatolarni siz qilmaslikka olib kelamiz. Paketlarga keladigan bo'lsak, oddiy paketimiz $8,500 boshlanadi. O'rtacha bir oy, 1,5 oycha davom etadi. Keyingi paketimiz bor. 1000 qo'shimcha qilasiz. $9,500 bo'ladi. Ana aytganimdek o'sha SOP qog'ozi bo'ladi va SOP kitobi aniq videosi bo'ladi. Ha? Nimalar ichiga kiradi? Birinchisi, xodimlaringizni hech bo'lmasa malakasini oshirib olish. Analitika qilamiz, test qilamiz, ularning qaysi biri yariydi, qaysi biri siz bilan oxirigacha borishga tayyor, ya'ni 10 yilmi, 15 yilmi, maqsadingizni oxirigacha, ya'ni maqsadingizga erishguncha borishga tayyor. Qaysi biri bo'lsa boshqa narsaga o'tib ketaman deb yuribdi. Qaysi biri siz bilan hamyelka bo'ladi, qaysi biri sizni oyog'ingizga haligi palqat qilib turadi. Qilmayman bu narsalarni deydi, chunki men qilsam xo'jayin boyib ketadi deydi. Ana shularni aniqlab beramiz. Aniqlab bo'lganimizdan keyin tavsiya beramiz. Mana bu xodimingiz odam bo'ladi, mana bu xodimingiz sekin xayrlashganingiz ma'qul deb. Xayrlashishni majbur qilmaymiz. Xayrlashganingiz ma'qul, chunki bir kun emas bir kun bu narsaga keladi deb SWOT analiziga o'xshagan bir narsa qilib beramiz.
keyingi bosqichda tirik qolganlar, endi tirik qolganlar deylik. Shu jamoa bilan mijozlarni jalb etish, ushlab qolish, ular bilan munosabatlarni rivojlantirish, konkurentlarga o'tib ketmasligini ta'minlash bo'yicha amaliyot qilamiz. O'zim yonida yuraman, o'zim boraman mijozlarning oldiga, o'zim kuzatib turaman, o'zim aralashaman suhbatda, o'zim ko'rsatib beraman. Jamoamiz ko'rsatib beradi. Shuni 3-bosqichida, shu 9,5 minglik paketda yakunda o'sha hamma o'tilgan narsalarni bir kitobcha shakliga keltiramiz. Endi PDF da deylik. O'zingizlar chiqarib olasiz, logotipinglarni qo'yib boshqa narsa qilib yoki biz chiqarib berishimiz ham mumkin. Buni sizga taqdim etamiz. Bizdan qoladigan o'zi asosiy narsa ham shu bo'ladi. Chunki men ertaga bormanmi, yo'qmanmi? Lekin kompaniya doim kengayadi, odamlar soni oshadi. Ana o'shanda ularda qanaqadir bir kitobcha bo'lishi kerak. O'zligi bir ichki servis mutaxassisi olishadimi, kimdir olishganda shu narsasi bo'lishi kerak bo'ladi. Bir kelgan xodimga ham bir kitobcha bersangiz boshqacha bo'ladi-ku, to'g'rimi? Instruksiyasi bo'ladi, to'g'rimi? Endi bizda yoshlar kitob o'qimaydi. Kitob o'qimagandan keyin video ko'radi, to'g'rimi? Video xuddi o'sha kitobchada yozilgan narsa, tayyor ssenariyda o'shani biz sahnalashtirilgan, o'sha kompaniyaga moslashtirilgan kino qilib olib beramiz. O'zimizni production komanda keladi, har bitta vaziyatlarni ko'rsatib beramiz. Mijozni kutib olishdan boshlab, bitimni yakunlab, qayta xaridgacha olib kelishini biz u yoqda ko'rsatib beramiz. Plus force majeure vaziyatlarda qanaqa yo'l tutiladi, masalan, "Va masalan shuncha pul to'ladi. Nima qilaman endi? Pulimni qaytarib berasanmi? Effekti bo'lmadi sen aytgan narsadan." desa, qanaqa yo'l tutiladi? Mana shularni hammasini kino shaklida qilib beramiz. Atiga 9,5 ming so'm bo'ladi. Bular endi bazaviy paketlar bo'ladi. Keyingi paketimiz $12,000 va $25,000. $12,000 bu 4-5 oygacha bo'ladi. $25,000 bu ichida endi kelishamiz. Qanaqa ishlanadi, nima qilinadi. Ichida nafaqat nazorat bo'ladi, balki ichida siz bilan har oyda maslahatlashib turish, mana shu narsalar ishlashida biz o'tgan narsalar, tatbiq etib ketgan narsalarni barqarorligini ta'minlash borasida bosh qotiriladi. Paketlarni hammasini o'zini mijozi bor. 8,5 minglik paket bu o'rtacha kompaniya, balki o'zini ichida SOP kitobchasi bor, o'zini ichida video darsliklari bor. Bularga 8,5 minglik paket okey. Ya'ni o'qitsin, ozgincha amaliyot qilsin va nazoratda ushlasin. Bo'ldi. Ya'ni tayinli покупатель deydimi, sirli mijozlarni jo'natib tursin. Ikkinchi paket bo'lsa, bu ham o'rta kompaniya, ya'ni filiallari bor. O'rta degani kichkina, ikkita dona do'kon kompaniya emas, ya'ni katta odamlari bor, 20 ta 30 ta kamida, o'zini bir bo'limlari bor, yetkazib berish xizmati, kutib olish, kuzatib qo'yish, servis xizmati, balobatlar, hamma narsasi bor. Lekin so'pi yo'q va haligi o'quv dasturi yo'q. Ana o'shalarga biz to'g'ri kelamiz. 12 minglik paket degani filiallari nafaqat Toshkentda, balki viloyatlarda ham bor kompaniya bo'lsa, biz viloyatlarga ham boramiz. Shunda bu $12,000 paket bo'ladi. $25,000 paket bor. Bu O'zbekiston bo'ylab filiallari bo'lsa, hammasi bilan ishlashga muvaffaq bo'lamiz. Bu o'sha katta korporatsiyalarga mos keladi. Masalan, qanaqa kompaniya bo'lishi mumkin bu? Imkon bo'lishi mumkin. 30 tadan ziyod filiali bor, adashmasam. Media Park bo'lishi mumkin. Undan tashqari kimlar? Qaysi kompaniyada respublika bo'yicha filiallari bo'lsa, ana o'shalar bizga $25,000 paketimizga mos keladi. Ularga maxsus tayyorlab beriladigan, kubik-rubikli qilib yig'ib beriladigan paket bo'ladi. O'zini ichini tahlil qilib, xulosalarini berib va ma'lum bir nuqta belgilab. Masalan, o'rtacha tovar sonini oshirishmoqchi. Mana bu kampit olgan odamga ular mana bu fantani qo'shib sotishni ta'minlash bo'ladi. Shu orqali bitta chekda kamida 1,5 ta tovar sotish bo'ladi. Nuqtani belgilaymiz. Balki ular bitta dona tovar sotayotgandir chekida. Kirmoshina so'rab kelgan odamga kirmoshina sotayotgandir. Palto so'rab kelgan odamga faqat palto sotayotgandir. Fanta so'rab kelgan odamga chips qo'shib sotmayotgandir. Mana shu joylarni bir aniq nuqta belgilab olamiz. Mana 2x 10x degan narsa bo'lmaydi. U narsa haligi sal mana bizning qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi. Ko'pincha 2, 3, 4 punktga oshadi. Eng yaxshi keysimiz 1,3 dan
tovar soni bitta chekda 1.3 dan 1.8 gacha chiqarganmiz. Deyarli 2 ga chiqarganmiz. Deyarli har bir chekida ikkitadan tovar sotilishiga olib kelganmiz. 1.3 dan, ya'ni 5 punktga ko'tarilgan. Ha? Tikilgan puli va olingan daromadi oqlangan. Endi boshqa tarafi ham bor. Ostatkasi kamaygan. Chunki biznesda eng katta muammo bu ostatka bo'lib ketishi. Chunki u daromad qilaveradi. Menimcha ostatkasi yotsa-chi, to'g'ri? Mana qaysidir mamlakatdan mutaxassislar keladi-da, ular bunaqa o'ylaydi. Ular bizga do'st emas ko'pi. Ular o'zini o'ylaydi. Sizga bu case haqiqiy bo'lgan, O'zbekistonda bo'lgan case, kimchi sohasida nomini aytmayman. Yakunda menga yana murojaat etishgan, adashmasam 2022-yilda menga qaytib chiqishgan. Keyin bitta mutaxassis kelib, ularni filiallarini ko'paytirib tashlagan. Chunki u mutaxassisga nima muhim? Biron bir joyda nima qilgansan desa, mana men kompaniyani menimcha filial qilganman deydi. Filial qilishni sarf xarajati bor, tovar olib kelish bor, tovarni qoldiqlari bor, xodimlarni boqish bor. Ularni tanlashga qancha vaqt ketadi, qancha resurs keladi, yangi HR bo'lim qurish kerak bo'ladi, boshqa narsa qilish kerak bo'ladi. Xullas, bu kompaniya deyarli bankrotga uchragan edi o'sha paytda. Va keyin bizga murojaat etishgan, Alisher aka o'zi nima qilish kerak edi deb, endi o'sha kechdim. Men savolingizga javob beraman deb oxirida tushuntirdim. Ya'ni birinchi o'zinglarni bor filiallarni mustahkam qilishinglar kerak edi. Keyinchalik ham bu kompaniyada ishlagan odamlar bilan, ya'ni ketgan odamlar bilan hali beri aloqadamiz. O'sha kompaniya bizning 25 minglik xizmatimizni agar xarid qilganda, balki shunaqa vaziyatga tushmagan bo'lardi, shunaqa vaziyatga tushish ehtimoli pastroq bo'lardi. Va bu kompaniya bitta filialdan tovarlarni ko'proq sotishni o'ylash kerak edi. Kim filialni ko'paytirgandan ko'ra, filialni ko'paytirgandan keyin ostatkasi ham oshib ketgan, o'sha ostatkasi bularni bankrot qilishga olib kelgan. Shuning uchun biz ko'proq sizni ostatkangizni ham kamaytirish bo'yicha bir kelishuv qilsak bo'ladi. Masalan, ya'ni to'liq o'sha xodimlaringiz, komandangizni tahsil olishi shu narsaga qaratilgan bo'ladi. O'zi 4 ta dona ko'rsatkich bor, kelishuv qilsa bo'ladigan. Konversiyani oshirish, o'rtacha chekka oshirish, chekdagi mahsulot sonini oshirish, qayta xaridlar sonini oshirish. Ana shu 4 ta punktda kelishuv qilsak bo'ladi 25 minglik paketimizda. Alisher aka, bizning auditoriyamizga qiziq. Aynan suhbatimizda eng yaxshi bitta instrument bering bularga. Yaxshi xod instrumentni bepulga olmoqchisizda, baraka toping. Ya asosiysi niyatingiz, chunki auditoriya yaxshi narsa olsin deyapsiz, baraka toping. Xo'p, bu instrumentni katta aksessuarchi kompaniya, katta fabrikasi bor. Sexlarga zipperlar, ya'ni zamoklar, rezinkalar tarqatishadigan kompaniya shular qo'llagan va savdosini bir necha punktga oshirgan. Karra emas, bir necha punktga oshirgan. Shuning uchun ham hali beri ular bilan aloqadamiz, hali beri hurmat qilamiz, hali beri gaplashib turamiz, do'stmiz. Bu usul sizdan chegirma kimdir so'raganda, albatta agar jumlasini qo'llash. Masalan, keling endi men ham sizni savolga torting. Ibrohimbek, shu xizmatingiz nech pul bo'ladi? $4000 bo'ladi bizning. $4000. Xo'p, buni o'tib beradigan joyi bormi? Ha, albatta, biz bilan aytaylik, hamma ishlar. Qarang, endi to'xtang. Endi shuni chiroyli, uverenniy bo'lish kerak-da odam. Albatta, xuddi bu narsa oldindan sizda bor bo'lishi kerak-da. Ya'ni joyida o'ylab topayotgan bo'lishingiz kerak emas. Ketdi. Ibrohimbek, xizmatinglar nech pul bo'ladi? $4000 bo'ladi. Shuni o'tib beradigan joyi bormi? Albatta, o'tib beramiz. Agar biz bilan qanaqadir kelishuv, endi qarang yana mana. Nima meni xizmatim sizlarga kerakligini ham bir tushunib oling. Ko'zlaringiz bu yoqqa ketib qolyapti-da. Bu nimani anglatadi? Tana tili, nima bo'ladi tepaga ketsa, odam nima degani? O'ylab topyapti degani. Kognitiv emas, hali ijodga javob beradigan taraf ishlatyapti degani. Ko'ziga primoy loqqa qarash kerak-da o'shaning uchun. Mana qarang. Ko'ziga loqqa qarasangiz, odam ishontira olasiz, mana shu joyda faqat. Ko'ziga loqqa qaraysiz, xuddi davno o'ylab topilgan narsa. Keyin kelishib olingmi, nima deysiz o'zi? Agar biz bilan nima qilsangiz lozim? Aytaylik, doim ishlasa va fakt bo'lishi. O'zi bilan odam klient topib kelsa ishlaymiz. Qanaqa buni siz kontrol qila olmaysizku, uni kontrol.
Agar 100% oldindan to'lov qilsangiz, narxini mana bunaqa qo'yamiz. Bo'ladimi? Ketdi. Ibrohimbek, necha pul o'sha xizmatlaringlar? 4000 dollar bo'ladi. Shuni o'tib beradigan joyi bormi? Ha, albatta. 100% to'lov Qarang, ko'zingiz qatga ketdi. Qani yana boshqatdan. Ibrohimbek, shuni o'tib beradigan joyi bormi? Ha, albatta. Agar 100% to'lov qiladigan bo'lsangiz, Pauza bo'lib qolyapti, qo'rqib ketyapsiz, ha? Shuning ya, uchun. unday emas. Qani ketdi. So'zlab o'ylayapman. So'zlarni o'ylamang, tayyorlanib oling. Ha, mana shu biz tayyorlaymizda odamlar mana shunaqa uchrashuvga borib qolganda lo'nda bo'lsin, bir nechta variantlari bo'lsin mana shu savol. Qani ketdi, ha? Necha pul? 4000 dollar. O'tib beradigan joyi bormi? Ha, albatta 100% to'lov qilsangiz, Nima? agar 100% to'lov qilsangiz to'lov anaqamizga, Qanaqangizga? Qarang, men sizga aytaman. Mendan so'rang, men sizman endi. Men sizman. Alisher aka, kursingiz nechi puldan? Menda kursi yo'q. Menda konsalting xizmati 12000 dollar bo'ladi siz sohangizga mos. 12000 tikib turib nima qilsak foyda olsak bo'ladi? Hozir albatta agar usul to'g'risida gapiryapmiz-ku, foydalarini aytib berdim-ku videoda. O'tib ketdi-ku u narsalar. Sal orqaga aylantirib, auditoriya ham ko'rib olishsin. Xo'p. Alisher aka, kursingiz anaqangiz Hozir qancha? Konsalting to'g'risida gapiraylikmi? albatta skidka so'rang. Ha, skidkami? Mavzuni tushundingiz-ku, to'g'rimi? Auditoriyaga bitta foydali narsa beraylik deb o'zingiz so'radingiz. Shuning uchun bir qiynalib bo'lsa ham bir ko'rsatib beraylik. Ularga bitta instrument. Ular ham shunaqa qiynalishadi buni qo'llayotgan. Ko'ringlar, qanaqa qilib bu qiyinchilikni bartaraf etganimizni. Qani? Shunaqa. Xo'p. Necha pul? Kursimizmi? Kursingizmi yoki nimangiz bor? Xizmatingiz bormi? Xo'p, kursimiz ham bor. Boshqa, ya'ni borib ishlashimiz ham bor. Xo'p, necha pul borib ishlashingiz? Borib ishlashimizda 4000 dollar bo'ladi. O'tib beradigan joy bormi? Ha, albatta 100% to'lov qiladigan bo'lsangiz. Tushundingizmi? Ha? Bu? Doim o'zingizni foydangizni o'ylang, ha? Yoki qanaqadir qo'shimcha xizmatingiz bormi? Qo'shimcha xizmatimiz ham bor. Ishchilarni o'zimiz tayyorlab berishimiz mumkin. Ularga aynan kerakli. Endi shuni birga soting. Ketdi. 4000 dollar ekan, o'tib beradigan joyingiz bormi? Albatta, agar siz ishchilaringiz bersangiz, biz tayyorlab beramiz. Alohida kelishamiz. Ha? Tushundingizmi? Ya'ni siz qo'shimcha sotib qo'yasiz endi. To'g'rimi? Maqsad 4000 dollar pastga urish emas. Maqsad ko'paytirish o'zi aslida. Ko'paytirish, to'g'ri. O'sha ostatkangizni kamaytirish, hamma pozitsiyalarni sotishga harakat qilish. Mana shu auditoriyaga eng yaxshi usul bo'ladi deb o'ylayman. Agar to'g'ri qo'llasha olishsa, e'tirozlar bildirishmasa, o'zi menga unaqa deyishmasa, mana shu usuldan xudo xolisa baraka topishadi. Va bu usul uchun shunchaki sizni duo qilib qo'yishsa, bizani duo qilib qo'yishsa, biz rozimiz. Shu suhbatimizga qiymat bera oladigan, chiroyli nuqta qo'yadigan, auditoriyaga foydali bo'ladigan bitta zo'r instrumentingizni bering. Agar kattalik bo'lmasa, ustoz, Tizimlashtirish deganda kompaniya yoki biron bir korxona borki, u yoqda tizimi bor. Tizim bor. Hech bo'lmasa Excelda ham ish olib boradigan bo'lsangiz, hech bo'lmasa soat nechilar nechiga ochiladigan bo'lsangiz ham bu ham tizimning bir qismi. Tizim deganingizda nimani nazarda tutayotganingizni auditoriyaga aniqlashtirib olaman o'zim nuqtai nazarimdan. Tizim deganda mijozlar bilan ishlash tizimidir balki. CRM bo'ladi. Customer management, haligi relationship management yoki qayta xaridlarni boshqaruv tizimi bo'lishi mumkin. Yoki mijozlarning sodiqligini ushlab qolish tizimi bo'lishi mumkin. Mana korzinkaga kirsangiz nima ishlatasiz? Haligi bonus kart, nakapitilni deydimi, nima deydi? Voucher deydimi, sertifikat deydimi boshqa joylarda. Mana shularni nomi tizim bo'ladi. Shuning uchun har bitta tizimni o'zini roli bor. Qayerdadir u tizimda muammolar bor. Tizimni yo'q deb bo'lmaydi, tizimlar bor hamma joyda. Muammolari ham bor, uni takomillashtirish kerak. Shuning uchun javobim bunaqa bo'lgan bo'lardi. Jamiki tizimingiz borki, uni doim takomillashtirib kelish kerak. Zararlari qancha zarar olib kelishi kerak? Mumkin. Tizimlashmagan kompaniya. Tizimini yengillatmagan kompaniya bankrotlikkacha keladi. Alisher aka, hop, 20 yillik tajribangizda umuman tizimlashganda kompaniyalarda aytmoqchi bo'lgan narsam, moliyasi
marketingni, sotuvi, o'quv bo'limi yoki produkti bo'ladi. HRni tizimlashtirish deb aytaman. Bu narsalar qanchalik muhim yoki muhim emas? 100% muhim, kompaniyani qaysi bosqichga chiqqaniga bog'liq. Xo'p, endi auditoriyamizga qiziq bo'ladigan bu savol, aynan bularsiz ishlasa, nimalarga olib kelishi mumkin? Bularsiz ishlasa xatolarga olib kelishi mumkin. Aslida xatoni nimaligini ham bilmasligi mumkin.